Koreyada o'ldirilgan Nozimaxon va uning vafoti haqidagi ma'lumotlar bo'yicha Koreya Respublikasi politsiyasi va sud ekspertizasi bugun 10-aprel kuni ma'lumotlarni e'lon qiladi. Sababi shu kungacha tergovlar olib borilgan surishtiruvlar bugun barcha ma'lumotlar aytiladi, barcha haqiqatlar oshkor bo'lishi mumkin. Qamalish ham mumkin. Kimlardir buni ortida turganlar, jinoyat agar alomatlari bo'lsa, videolarni ko'rgan bo'lsalaring, u yerda jinoyat alomatlari sezilarli darajada bor. Lekin politsiya va ekspertiza degan narsalar ham bor, akalar, do'stlar. Shuning uchun marhamat, videomizni tinglab tomosha qiling va albatta like bosing, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring. Ko'ramiz daldeshin nima bo'lishligini. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Barchamizga ma'lum, Nozimaning masalasi bo'yicha jurnalistik surishtiruvlarimizni olib boryapmiz, maksimal darajada harakat qilyapmiz, barcha dalillarni to'plaganmiz, xabaringiz bor, advokatlar yollangan. Bugun o'sha advokatimiz shaxsan o'zlari chiqish qiladilar va yana bugun muhim narsani eslatib o'tmoqchiman. Xabaringlar bor, bu mavzu bo'yicha nafaqat O'zbekiston, balkimda Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Rossiya va hattoki Turkiyadan ham kuzatib turishibdi. Bugun 10-aprel, ya'ni Koreyada shu Nozima bo'yicha sud med ekspertiza xulosasi bugun chiqadi. To'g'ri, bizda savollar juda ham ko'p. Mayt lekin O'zbekistonda lekin sud med ekspertiza xulosasi aynan 10-aprelda chiqyapti. Xo'p, u albatta bugun chiqadi. Bizani kuzatishda davom etinglar. Bu narsa chiqqandan keyin albatta hammasini o'rganib, tarjima qilib, bugun aynan mana shu detektiv o'z kanaliga joylaymiz. Bizani kuzatishda davom eting. Xullas, bular jinoyatni bekitaman deb o'ylab jinoyat joyida iz qoldirib ketishgan. Endi mana bu zapisni yaxshilab bitta eshitib ko'ringlar. Qo'yib oldingizmi, Esonaman? Ha, qo'yib keldik. Siz ko'ruvdingizmi? Nima deysiz? Siz aytdi Nozimamni o'zi ko'ruvdingizmi? Menimcha siz ko'rmagan bo'lsangiz kerak, faqat betini ko'rgansiz, a? Ko'rmayman men. Ha, umuman Yuzini ham ko'rmaganman. Yo'q, men qaramayman nimaga. Mana o'zingizlar eshitdinglar, to'g'rimi? Men umuman ko'rmaganman deyapti. Umuman ko'rmaganman, betiga ham qaramaganman deyapti. Endi mana bu videoga e'tibor beringlar yaxshilab. Chiravering. Olgul hammom padoda-yo. To'g'rimi? To'g'ri, kiyimlari turibdi, ko'rdingiz-a? O'sha kuni kiygan kiyimlar. To'g'ri, kiyimlari turibdi, ko'rdingiz-a? O'sha kuni kiygan kiyimlar. O'sha kuni kiygan kiyimlar. Endi bunda aytayaptiki, u mana ko'rdingizmi, o'sha kundagi kiyimi deyapti. Xo'p, agar umuman ko'rmagan bo'lsa, qayerdan bilyapti bu odam o'sha kundagi kiyimini? Demak, bu odam o'sha Nozima yotgan vaqtida bu odam katta ehtimol bilan bu ichkarida bo'lgan. Mana o'zining so'zlariga qaraganda, bu o'sha kundagi kiyimi ko'rdingizmi deyapti. O'sha kundagi kiyimni qayerdan bilyapti? Shunaqa